Ering-ku kechirar, ammo bolalaring-chi? Yaqinda ish yuzasidan bir tashkilotga borgan edim. Anchadan buyon ko'rishmagan hamkasblarimdan birini uchratib qoldim. Hol-ahvol so'rashdik. Kimning yoniga, nima uchun kelganimni bilgan opa, qo'ng'iroq qilib kelmabsiz-da. Boshlig'imiz yo'l-yo'lakay ayrim ishlarni bitkazib, kechroq kelaman degandilar. Kutib qoladigan bo'ldingiz dedi. Hech qisi yo'q. Siz bilan miriqib gurunglashaman. Menga aytadigan dardlaringiz ham ancha yig'ilib qolgan bo'lsa kerak-a? Dedim kulib. Birdan ayolning chehrasi o'zgardi. Kulib turgan nigohlari ma'yus tortdi. Siz ham eshitdingizmi? Dedi go'yo aybdordek boshini egib. Yo'q. Tinchlikmi? Biror gap bo'ldimi? Ayol meni xonasiga boshladi. Kirdik. O'tirdik. U hamon jim. Noo'rin gap aytib qo'yganim uchun go'yo o'zimni o'zim jazolagandek tilimni mahkam tishlab o'tirardim. Nihoyat hamkasbim tilga kirdi. Turmushga chiqdingizmi? Dedi ayol chuqur xo'rsinib. Yo'q, dedim biroz o'ng'aysizlanib. Baxtli ekansiz, dedi u. Balki, ammo mening ham oilam bo'lishini, farzandlar ko'rishni xohlayman. Ayol kishi uchun haqiqiy baxtni oila beradi-da. U holda 2 karra baxtli ekansiz, dedi hamkasbim. Aytgan so'zlariga go'yo izoh so'rayotgandek tikilib o'tirardim. Xabaringiz bor. Bundan bir necha yil avval katta o'g'limni uylantirgandim. Kelinimning uyiga ilk bor sovchi bo'lib borganimda uni ko'rib yuragim jiz etgandi. O'g'lim ham birinchi uchrashuvdayoq u qizga mahliyo bo'lib qoldi. Dabdaba bilan to'y qildik. Ochig'i, kelinim unchalik chaqqon bo'lmasa-da, shirin so'zi bilan ko'ngilga yo'l topishni bilardi. U bir korxonada ishlardi. To'ydan keyin yana o'z ishiga tushib ketdi. Avvaliga o'g'lim qarshilik ko'rsatgandi. Odam o'ziga to'g'ri bo'lsa bas. Mana, men ham bir umr ishladim-ku. Avvallari ish sharoitlari og'ir edi. Bugun mehnatning yarmi texnikaning yelkasida. Ishlash ancha yengil. Ishga borib, dugonalari bilan yaylab keladi deb nasihat qilgan bo'ldim. Shu, o'g'lim boshqa qarshilik qilmadi. Kelinim ham ishga, ham uy yumushlariga ulgurib, tuppa-tuzuk ishlab yurgandi. Bir kuni ishdan bo'shadim oyijon, deb qoldi. Biror gap bo'ldimi? So'radim hayron bo'lib. Bema'ni erkaklarning egri qarashlaridan to'yib ketdim. O'g'lingiz to'g'ri aytgan ekan. Ayol kishi aslida erining topganiga qanoat qilib, uyda o'tirish kerak ekan, dedi kelinim. Ishlashingiz sababi oilaviy muhtojlikdan emasdi, bolam. Xudoga shukr, ro'zg'orimiz but. Uyda o'tirib qolmang degandim-da. Modomiki shu qarorga kelgan ekansiz, ixtiyor o'zingizda. Birin-ketin 2 nabirali bo'ldik. Ikkisi ham farishtadek qizaloqlar. Ikkinchisi hali 1 yoshga ham kirmagan edi. Bir kuni kelinim, "Oyjon, uyda o'tirib siqilib ketdim. Ishga o'rgangan ekanman. Biror foydali yumush bilan shug'ullansam, ish qilsam" dedi. Qarshiligim yo'q-u, ammo bolangiz hali juda yosh. Sal o'zini tutib olsin dedim. Keyin bir gap bo'lar. Dugonalarimdan biri savdo-sotiq bilan shug'ullanayotgan ekan. Topishi zo'rmish. Xo'p desangiz, men ham u bilan birga xorijga borib, mol olib kelsam. Ayol boshingiz bilan shunday uzoq yo'l mashaqqatiga chidarmikansiz? Ishlayman desangiz, shu yerda ham ish topiladi. Istasangiz men bilan ishlang, bo'lmasa o'g'limga ayting. U biror yo'lini topar dedim. Lekin bu takliflarimning hech biri kelinimga ma'qul bo'lmadi. Tijorat bilan shug'ullanaman deb qattiq oyoq tirab turib oldi.
yana o'zim o'rtaga tushib, o'g'limni ham, dadasini ham ko'ndirdim. Avvaliga biroz qiynaldi. Ayrim mollari sotilmay qolib ketgan vaqtlar ham bo'ldi. Keyin ishning hadisini olib, katta tijoratchi ayolga aylandi. Daromadi ortgan sayin xulqida ham salbiy o'zgarishlar boshlandi. Malmansirash, erini mensimaslik kayfiyati paydo bo'ldi. Bu ham yetmaganday, kunda kunora turli ziyofatlarga boradigan odat chiqardi. Ba'zan notanish erkaklar uyga qo'ng'iroq qilib, kelinimni so'raydigan bo'lishdi. Kimligini so'rasak, kelinim beparvogina tijoratdagi hamkorlar deb javob qaytarardi. Bir kuni o'g'lim sekin gap ochib qoldi. Oyi, bilasiz, keliningizni sevib uylanganman. U men uchun bir huru malak. Qattiq gapirib, dilini ortib qo'ymay deb cho'chiyapman. Biroq kun sayin u boshqa odamga aylanib borayotgandek. O'zingiz bir tergab qo'ying. Nima ish qilyapti? Qayerga boryapti? Kimlar bilan uchrashyapti? So'rab surishtiring. Kerak bo'lsa shu ishingni yig'ishtir. Oilangga, farzandlaringga qara deb tanbeh bering. Bilsangiz, so'nggi paytlarda u ayollik vazifalarini ham unutib qo'ygan. O'g'limning nima demoqchi bo'lganini tushundim. Axir, mening ham yurak bag'rim o'rtanib yurgandi-da. Bir kuni kelinim bilan yolg'iz qolganimda, barini yotig'i bilan tushuntirishga harakat qildim. Bolam, qizim, dilbandim deya murojaat qilib, oilaning muqaddasligini anglatmoqchi bo'ldim. Biroq u hech narsani tushunishni xohlamasdi. Axiri toqatim toq bo'lib, qattiqroq gapirgandim. Bolalarini oldi-da, uydan ketib qoldi. Beaql ayol emas-ku, nasihatlarimning mag'zini chaqib, to'g'ri xulosa chiqarib olar degan niyatda kutdim. Afsuski oradan bir oy o'tsa-da, kelinimdan darak bo'lmadi. Qudamnikiga qo'ng'iroq qilsam, hech gap bo'lmaganday quyuq so'rashdi. Hayron bo'ldim. Men ham indamadim. Gapni qisqa qilib xayrlashayotgandim. Qizimni, nabiralarimni biram sog'indimki, biznikiga kelishmaganiga ham ancha bo'ldi. Iltimos, biror kuni yuboring deb qoldi. Uning bu gapidan kelinim uyiga bormaganini angladim. Ammo sir boy bermay, to'g'rirog'i ularni ham xavotirga qo'ymaslik maqsadida hech nima demadim. Kelinim va nabiralarimni kimdan, qayerdan so'rab surishtirishni bilmasdik. Bir kuni kelinimning javonidan yon daftarchasini topib oldik. O'g'lim goh u raqamga, goh bu raqamga qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Ammo biror jo'yali javob ololmadi. Shunda yodimga uni tijoratga jalb qilgan dugonasi tushib qoldi. Unga qo'ng'iroq qilgandik, bir manzilni berdi. Aniq o'sha manzilda deb ayta olmayman. Ammo borib ko'ringlarchi, dedi u. O'g'lim bilan aytilgan manzilga bordik. Ko'nglimda ming bir o'y. Nabiralarim, sevimli kelinimning taqdiridagi mavhumlikdan xavotirda edim. Bariga men sababchiman. Bechora kelinim ota uyiga qaytib borishga nomus qilib, begonaning uyidan panoh topdimi? Gaplarimni o'ziga shunchalik malol oldimi deya o'z-o'zimni koyib borardim. Ko'rimsiz, befayz ko'p qavatli uyning 3-qavatiga ko'tarilib, ming bir hadik va hayajon bilan eshik qo'ng'irog'ini bosdim. Kim u? Erkak kishining do'rillagan ovozi eshitildi. Hayron bo'ldim. O'g'limning rangi bo'zday oqardi. Balki biz adashgandirmiz, o'g'lim. Mana bu xonadonda bo'lsa kerak deb, endi boshqa xonadonning qo'ng'irog'ini bosmoqchi bo'lib turgandim. Sizga kim kerak deb yarim yalang'och erkak ko'rindi. Ha, bilasizmi? Biz... Gapim og'zimda qoldi. Ichkaridan ayol kishining baqirgan ovozi baralla eshitila boshladi. Bola bo'lmay, har balo bo'lgurlar. Qani turlaring o'rningdan. O'likka o'xshab yotaverasanlarmi?
Senlarni deb menga na huzur halovat bor, na tinchgina uyqu. Jonimga tegib ketdilaring-ku. Kelinimning ovozini tanidim. Ammo bu haqoratlar kim uchun? G'ayritabiiy bir kuch bilan ostonadagi erkakni nari surib, ichkariga otildim. Ne ko'z bilan ko'rayki, kelinim harir ichki ko'ylakda, bolalarining tepasida qo'lini niqtagancha baqirib turar. Nuri diydalarim esa qo'rquvdan zir titrashardi. Bolalar meni ko'rishdi-yu, quchog'imga otilishdi. Dod solgancha, bizni bu yerdan olib keting buvijon, sizni judayam sog'indik, biz siz bilan yashaymiz deyishardi nuqul. O'g'lim esa karaxt bo'lib bir joyda turib qoldi-da, o'zini ko'rmaganga, to'g'rirog'i ko'rganlarini ko'rmaganga olayotgandek tuyulardi menga. Narslaringni yig'ishtir. Sizlarni uyga olib ketgani keldim, dedi u nihoyat. Ochig'i shu topda o'g'limning bunday munosabatidan hayratda qoldim. Biroq kelinim qilgan ishidan pushaymon bo'lish, eridan hijolat bo'lish o'rniga bolalarni qo'limizga tutqazib yubordi. Ana shunaqa gaplar, singiljon. Yana bir o'g'limni uylantirishim kerak. Ammo biror bir uyning eshigini qoqib, qiz so'rab borishga yuragim betlamayapti. Ayol ortiq gapira olmadi. Ho'ngrab yig'lab yubordi. Unga achinib, men ham yig'ladim. Farzandlaringiz jannat bog'laridagi rayhonlardir degan hadisi sharifni o'qigandim. Vujudida vujud yaratib, uni yuragini tubida asrab, bir parcha etni o'lim va hayot o'rtasidagi olishuv bilan dunyoga keltirgan ayol baxtning lazzatini nimalarga almashtirdi? Nahotki boylik ortidan kelgan huzur halovatning bahosi ikki go'dak taqdiridan qimmat bo'lsa, hech bir erkak ayolning xiyonatini kechira olmaydi deb o'ylardim. Ammo hamkasbimning o'g'li ayolni kechirish uchun o'zida kuch topa olgandi. Ayol ona bo'la turib farzandlarini o'ylamadi, ammo erkak ota bo'la turib ularning taqdiri uchun o'zini mas'ul bildi. Qismat begunoh farzandlarining peshonasiga onasi yengil tabiatli ayoldi degan tamg'a bosishini istamadi. Farzandlarini ham ota, ham ona bo'lib bag'riga oldi. Ammo onachi? Tamom. Adolat Fayziyeva hikoyasi.